Mijozlar Chodak Express mijozimiz uchun Xitoydan kvadrotsikllar zakaz qilib berganmiz. Bu yerda 4 ta kvadrotsikl kelgan, 2 ta qizil, 2 ta yashilidan. Mahsulotni xitoylik bilan gaplashib, buyurtma qilib olib berishda hamda O'zbekistonga olib kelib, Chodakgacha yuborishda xudo xolasa mijozimizga yordam beryapmiz. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, bu paketda mana upakovkalari kvadrotsiklning g'ildiraklari kelgan. Har xil mana qo'shimcha mana motori, g'ildiragi alohida bo'lib kelgan. Bunisida mana g'ildiraklarga qo'shimcha mexanizmlari kelgan mana. Qo'shimcha amortizatorlari, mana bu sideniyalari, tagida turibdi mana ramalari, mana rullari bilan alohida hamma qismlarini o'zimiz gaplashib xarid qilganmiz. Bu benzinga yuradigan kvadrotsikl. Buni yig'ma holatda olib kelingandan ko'ra yoyma holatda olib kelingani arzon tushgan. Nimaga? Chunki kubaturasi kamayadi shunda. Endi buni o'zimizning mutaxassisimiz bilan birgalikda yig'ib tayyorlashga xudo xolisi yordam beramiz. Agarda sizlar ham xuddi shunga o'xshagan Xitoydan mahsulotlarni buyurtma qilishga qo'rqib turgan bo'lsanglar, bemalol bizning xizmatlarimizdan foydalanib, mana shunaqa mahsulotlarni olib keltirsanglar bo'ladi. Ya'ni o'zimiz zavod bilan gaplashib, ishlab chiqaruvchi bilan gaplashib, sizlarga mahsulotlarni olib kelishgacha hatto yordam beramiz. Mana yuklarimiz keldi, hozir joylayapmiz. Laboga. Mana mijozimiz yuklari kvadrotsikl oldik laboyimizga eson-omon. Keyin buni xudo xolasa endi Chorkesarga inshaalloh egasini qo'liga topshiramiz. Mana Express Chodak xizmatingizda. Nima kerak bo'lsa aytaverasizlar. Shu kiyim-kechakdan tortib attraksionlaringizgacha mana shunaqa Xitoy mashinalariga chop kelib beramiz. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, charchamay sog'-salomat yuribsizlarmi? Xo'p, mana ko'rib turganlaringdek biz Chorkesarga kirib kelyapmiz. Mana yonimizda Bekzodbek ukamiz. Xudo xohlasa inshaalloh o'sha Nodirjon akani attraksioniga ketyapmiz. Ular bizaga 4 ta kvadrotsikl zakaz qilishgan Xitoydan. Biz uni mijozga o'sha yerda o'rnatib, bir yo'la ko'rsatib berishga ketyapmiz. Xo'p, endi sizlar bizlarning xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, biz kiyim-kechakdan tortib attraksiongacha bemalol sizlarga olib kelib bera olamiz. Shunday ekan, azizlar, bizdan yiroqlashmanglar. Mana o'zimizni shu ijtimoiy tarmoqlarimizda ko'rib borsanglar, biz shularning hammasini videolarini joylaymiz. Aytaverasizlar, mana qanaqa xizmatlar yo'qonimiz. Bu yo'lar lekin haqiqatan ham juda chiroyli ekan, ha? Zo'r ekan. Katta yuk kichik, hamma yuk o'tadi. Har safar vaqtida vaqting zo'ya ketmaydi. Narsalar mos xizmat top class, yuk jo'natsang bo'lmaydi stress. Pul xavfsiz to'lovda variant ko'p. Kompaniya halol, ishi toza top. Xitoy O'zbekiston bir zumda yo'l. Express bilan yur boshqa yo'l. Express Chodak yo'llarda tez. Yukingni tashiydi bemalol bemiz. Xitoydan to'g'ri yurtinggacha yo'l. Chodak bilan yur, ortga yo'q qo'l. Express Chodak yo'llarda tez. Yukingni tashiydi bemalol bemiz. Xitoydan to'g'ri yurtinggacha yo'l. Chodak bilan yur, ortga yo'q qo'l. Yo'q kechikish, yo'q qaldov gap. Bizda faqat natija xizmatda gap. Express Chodak bu yo'l bizniki. Yuking biz bilan yurak xotirjamligi. Chodak, 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 Express Chodak. Zamu akşam bu hakikaten oradan korkar yani. Odam cho'chirkan rostdan o'ynashga chiqqan. Azizlar, mana Namangandagi turistik zonaga Xitoydan Xitoy sirpanchiq, ya'ni mana bunaqa plastik olib kelib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bular bo'lim holatda bo'ladi va g'ildiraklari bo'ladi har joyda. Chekkada zashitasi bo'ladi. 3 ta yoki 4 ta mana bunaqa balonlardan qilib qo'yasizlar. Bular ham o'zining ichida
birga keladi. Bu turistik zonaga yana qo'shimcha ravishda boshqa attraksionlar ham olib kelib berganmiz. Hozir olib kelgan bir attraksionimizni, ya'ni kichik skuterni yig'ma holatini sizlarga o'tovga kirib, mana shunaqa chiroyli havoda bemalol obzorlarni ko'rsatamiz. Agarda sizlarga ham shunga o'xshagan har xil turdagi attraksionlar kerak bo'ladigan bo'lsa, xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. To'g'rimi? Assalomu alaykum, Express Cho'dak gruppasi a'zolari, charchamasdan sog'-salomat yursizlarmi? Mana biz Kornosdamiz, ya'ni bu Kornos Chorkesarda joylashgan. Ko'rib turganlaridek, mana bu zipline'larni, mana bu tarzankani, mana roliklarni hammasini biz olib berganmiz. Yana bizni qavanchiqlar va sizlarni ham taklif qilgan bo'lardi. Mana shunaqa attraksion joylarga kelib, mazza qilib, qorda qolib dam olishlaringni. Agar mabodo bizni xizmatga kerak bo'lsa, bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Bemalol bizga, mana Bekzodbekka aloqaga chiqib, qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizdan foydalanishlaringiz mumkin. Mana hozir Xitoydan olib kelgan kvadrotsiklimizni mijozimizni o'tovlariga olib ketyapmiz. Ya'ni o'zlarini turistik zonalariga u yerga olib borib, xitoylik yuborgan bizga videolardan va xitoylik bilan gaplashib, instruksiyalardan foydalanib, shu mahsulotni chiroyli qilib yig'ib, ishlatib berib ketamiz. Mijozimiz bizdan so'radi, mabodo eskirgandan keyin zapchastlar nima bo'ladi deb, zavod bilan doimiy aloqada bo'lib turamiz, xudo xolasa, va zapchastlari ketadigan bo'lsa ham bu zapchastlarni ham mijozimizga yetkazib berib turamiz. Agar sizlarga ham ushbu turdagi bizni Xitoydan xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu atmosferaga, ob-havoga lekin qoyil qoldim. Juda ham chiroyli. Ozgina quyosh bo'lib turgan joy, birpasda yomg'ir. Mana hozir tuman. Juda chiroyli. Bulut bo'lgan. Mashalloh. Mana yomg'irda ko'rib turganmisiz? Lekin haqiqatan juda chiroyli joylar. Narxlar mos, xizmat top class. Yuk jo'natsang bo'lmaydi stress. Pul xavfsiz to'lovda variant ko'p. Kompaniya halol, ishi toza top. Xitoy, O'zbekiston bir zumda yo'l. Express bilan yur boshqa yo'l yo'q. Yo'l Express Cho'dak yo'llarda tez. Yukingni tashiydi bemalol demiz. Xitoydan to'g'ri